Bishkekda qurolli jinoyatchilar shahar yashovchilarining uyini to'nab yurgan. Bu haqda Bishkek shahar Ichki ishlar boshqarmasidan xabarlashdi. Militsiya xodimlariga 5 nafar kishidan iborat qurolli guruh haqida ma'lumot tushgan. 2015-yilning 6-noyabrida taxminan tungi soat 3lar atrofida yuziga tibbiy niqob taqqan 5 nafar noma'lum shaxslar uyga kirib, 36 yoshdagi ayolni pichoq bilan qo'rqitib, tilla buyumlarini, puli va hovlidagi Mercedes-Benz avtomashinasini kuch bilan olib chiqib ketgan. Mazkur jinoyatda gumonlanib 1-may rayon Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bu vaqtgacha talonchilik bilan sudlangan Jalolobod oblastining 19 yoshdagi 2 fuqarosi, beboshlik uchun sudlangan 20 yoshdagi Chuy oblastining yashovchisi, Issiqko'l oblastida tug'ilgan 21 yoshdagi va bu vaqtgacha o'g'irligi uchun sudlangan 19 yoshdagi Jalolobod oblastining yashovchisi qo'lga olindi. Ular shu vaqtgacha Bishkekdagi bir necha xonadonlarga o'g'irlikka kirgani ma'lum bo'lgan. Muhtoj bo'lganlarning davlatdan yordam puli olish ishini osonlashtirish kerak. Mazkur talab bilan bugun parlament yig'inida aytildi. Aynura Altibayeva qahramon onalar 1000 so'mlik yordam puli olish uchun ma'lumotnoma to'ldirib, 5-6 oy ovora bo'layotganini aytib, nima sababdan ko'p farzandli ona shularni tasdiqlagan qahramon ona guvohnomasini ko'rsatib qo'ysa bo'lmaydi deb savol berdi. Shuningdek, deputatlar nogironlarni har yili maxsus komissiyadan o'tishiga ham e'tibor qaratib, buni ham osonlashtirish kerakligini aytdi. Xususiy tadbirkorlar Qorasuv rayon ijtimoiy fond boshqarmasiga noroziligini bildirishdi. Ular rayonda ijtimoiy fond tarifi turli baholar bilan ishlab, asossiz ko'tarilib turadi deyishmoqda. Mazkur boshqarmalik oylik ish haqining ko'tarilishiga qarab ijtimoiy fond to'lami ko'tarilishini sabab qilishmoqda. Ammo tarif birgina Qorasuv rayonining ijtimoiy fond boshqarmasida qimmatlagan. Uning sabablari haqida navbatdagi lavhada. Milliy statistika komiteti har yilda bir marotaba maoshning o'rtacha hisobini chiqaradi. Shuning asosidagina ijtimoiy fond boshqarmasi sug'urta polisini yuqorilatib yoki arzonlatish kerak edi. Lekin belgilangan muddatga yetmay narxlar yuqorilamoqda deyishadi tadbirkorlar. Mart ayında 450 so'mdan to'lab yurganman. Keyin 750 so'mga ko'tarilib ketdi. Avgust ayında barsam 300 so'mga tushib qoldi. O'shandagi 2016-yilga chayin deb buyruq chiqqan ekan. Noyabr ayında qayra 750 so'mga ko'tarilib qoldi. Emne uchun qalag'anday baho qo'yib berishadi. Oxiri buyruqning negizida mizomga tayanib ish qilish kerak-da. Biz hayron bo'lyapmiz. Rayonda sug'urta polisiga bo'lgan narx so'nggi marotaba iyul oyida ko'tarilgan. Milliy statistika komiteti Qorasuv rayonidagi o'rtacha maoshni 7556 so'm deb belgilagan. Unga ko'ra ixtiyoriy patent bilan ishlaganlar 303 so'm to'lash kerak, lekin sug'urta polisini to'ldirganlar unday bo'lmayotganligini aytishadi. Misali bizga bir yildan beri oylik haqimday ko'tarilmaydi-da, biroq o'sha vaqtda patent sosfond oy sayinday summa qo'shilib turadi. Anan dagı bir jeri barsaң xizmatkerler ötө орой мамиле жасайт, тоготуп койт, ал жака бар, бул жака бар дейт. Атаңа барсаң энеңе бар дейт. Кыскасы ойнотушат, анан 20 сом, 30 сом деп ошентип акча ала беришет. Анан эмнеге десең, акча алат сизге, ошону айтыңыз. Эмнеге деп сурасаң, мисалы ошол квитанциялардын барактарын бизге мамлекет бербей атат, биз өзүбүздүн жаныбыздан, айлыгыбыздан ушуну төлөп атабыз, ошого берип койгула деп ушундай ала берет. Жок, азыркы күндө өзгөрүү боло элек. Ошо 1-июлдан баштап жаңы эмен берди, орточо айлык акыны стат башкармалыгы. Ал эми 1-июлга чейин ки айлык орточо айлык акы башкача болчу. Анда ал мурдакы айлык акы орточо айлык акыга салыштырганда 10% эсептегенде 651 сом төлөчү да. Бирок бул көп деле созулган жок, себеби 19 мартта кабыл алынган закон, мыйзам. Анан кийин июлга чейин 2-3 ай эле ортолугунда, июлдан баштап жаңы орточо айлык акын бергенден кийин бул айлык акы былтырга салыштырмалуу көтөрүлдү да. Lekin ayrim tadbirkorlar maosh ko'tarilmagan vaqtda ham sug'urta to'lami qimmatlayotganligini aytishadi. Shuningdek, har bir kerak bo'lgan qog'oz uchun pul talab qilinadi. Bunday norozilikni bildirgan qahramonimiz o'zini tanitishni xohlamadi. Qandaydir bir sebepler menен бара албай каласынан, эгер 2-3 ай же 1-2 ай өтүп кетсе, пеня кошулат дейт. Пенясы 0,1% деп айтып атышат, бирок мен өзүм ушул случай болду, 1 ай кечигип калдым, себептер менен бара албай калдым. Анан барсам, мага канча сом 1,5 миңге жакын ушул пеня эсептеп берди да. Анан 0,1% болуп эсептегенде мындай өзү сосфондко аз эле сумма төлөйбүз да, 700 сом төлөсөк 0,1% болгондо аз эле сумма чыгыш керек да. Бирок алардын эсептегени 1,5 миң деп эсептеп беришти, мен түшүнгөн жокмун да, эмнеге анчалык көп. Административдик штрафтарды салганга райондук социалдык фонд башкармалыктарынын укуктары бар.
Кыргыз Республикасынын административдик кодекс жөнүндө административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексинин 81-84 статьяларында көрсөтүлгөн. Эгер өз убагында төлөбөсө, өз убагында социалдык фондго берилүүчү отчетторду бербесе, 5000 сомго чейин кызмат адамдарына, жеке жактарга 2000 сомго чейин административдик штрафтар салынган. Бул штрафтардын суммасы республикалык бюджетке төлөнөт. Bu vaqtgacha ixtiyoriy patent bilan ishlaganlar sug'urta to'ldirishda patentning 25%ni to'lashgan. Ixtiyoriy patent narxi 400 so'm bo'lib, ijtimoiy fond to'lami 150 so'm deb belgilanar edi. Bu shartda boshqarmalik nafaqani yuqorilata olmay qolgan. Shundan so'ng sug'urta to'lovlari bo'yicha qonunga o'zgartirishlar kirgizilib, maoshning o'rtacha miqdorining 4%ni to'lash qarori qabul qilingan. Majnun Ulug'bek qizi Ajina Do'smbetova, Munar Arzbek o'g'li, Intimaq. O'sh oblastidagi masjidlarga, rayon xatiblarining ma'lumot doskalariga Qirg'izistonda faoliyati taqiqlangan ekstremistik terroristik guruhlarning ro'yxati va Ulamolar kengashining Hizbut Tahrir diniy ekstremistik guruhi to'g'risida chiqarilgan qarori ilinadigan bo'ldi. Bu haqda bugun O'sh oblastining musulmonlar qoziyotining matbuot xizmati bildirdi. Bu jamoatchilikning ma'lumotdan xabardorligini va turli salbiy ko'rinishlarni oldini olish maqsadida amalga oshiriladi. Matbuot xizmati mazkur ishlarni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining taklifi asosida Qirg'iziston Respublikasining Mudofaa kengashi qarorining amalga oshirilishi bilan bajarilishini bildirdi. Oblast qozisi Samiddin Atabayev bu jamoatchilik orasida tushunmagan savollarga to'liq javoblar olish, ota-onalarning farzandlari va o'z-o'zini nazorat qilish to'g'risida to'liq ma'lumot bo'lishini ta'minlaydi deb aytdi. Uning bajarilishi rayon imom xatiblari va masjid xodimlariga topshirildi. Chempionatini saralash asosida Avstraliya bilan Qirg'iziston terma jamoalarining uchrashuvi bugun Kanbara shahrida o'tadi. O'yin Bishkek vaqti bilan soat 15:00 da boshlanadi. Mazkur jamoalar bu vaqtgacha Bishkekda uchrashgan. Unda raqiblar 1-2 hisobi bilan mahalliy futbolchilarni yutib olishgan. Bosh murabbiy Aleksandr Krestining qo'l ostida 18 nafar futbolchi bor. Qirg'izistonlik jamoani stadionda 100 dan ortiq muxlis qo'llaydi. 5 o'yinning natijasiga ko'ra Iordaniya 13 ball bilan birinchi o'rinda kelmoqda. Ikkinchi o'rinda 9 ball bilan avstraliyaliklar. Ularning zaxirada yana bir o'yini bor. Qirg'iziston 8 ball bilan 3-o'rinda, 4-o'rinni 2 ball bilan Tojikiston jamoasi egallagan bo'lsa, 1 ball bilan Bangladesh oxirgi o'rinda. Bir vaqtlar kurort shahar bo'lgan Argentinaning Epikuen shahri bundan 25 yil avval suv ostida qolgan. 10 metr chuqurlikkacha ko'lga cho'kkan shahar hozirda suvdan chiqa boshladi. U yerdagi suvning hajmi tortilib, qachonlardir tinchlik hukm surgan shaharning belgilari sezila boshlagan. 20 yil suv ostida yotgan Epikuen hududi 1985-yili cho'kib ketgan. Unga shiddatli yog'ingarchilik sabab bo'lgan. Argentinaning Epikuen shahri 20 yildan buyon ko'l ostida. Hozirda shaharni qoplagan suv tortila boshladi. Bundan 25 yil avval mazkur joy ko'l yoqasidagi kurort shahar bo'lgan. Lavha 50-yillari tasvirga tushirilgan. Unda 100 minglagan kishilar shifobaxsh xususiyati bor suvga tushayotgani aks ettirilgan. Shaharda bir nechta restoranlar ishlab turgan. Biroq 1985-yil shiddatli yog'ingarchilik natijasida mahalliy damba yorilib, shahar butunlay suv ostida qolgan. Cho'kish sekin-asta davom etgan 1993-yili shahar 10 metr chuqurlikkacha cho'kib ketgan. Definir lo que me pasa por adentro. Чоң жоготуу болгон. Биз муундан муунга калган баалуулуктарыбыздан айрылганбыз. Мен азыр андагы үйүбүздү, жакындарымды баарын сагынамын. Аны сөз менен айтып жеткире албаймын. So'nggi kunlari shaharda birgina 85 yoshdagi Pablo Novak yashagan qariya 20 yil avval bu yerda nima bo'lganini eslay oladi. Топурак менен курчалып бекитилген болчу, бирок 10-ноябрь күнү суу ташкындаган. Ал башында бир нече турак үйлөрдү талкалаган. Бийлик тарап дамбаны оңдоого болбойт дешкен. Суу бүтүн шаарды каптап калган. Epikuen Argentinaning Buenos Aires shahridan 6 soatlik yo'l.